Qashqadaryo viloyati bojxona boshqarmasi hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining viloyat boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda Qarshi shahrida dori vositalarining noqonuniy realizatsiyasiga qarshi kurashish yo'nalishida tezkor tadbir o'tkazildi. Tafsilotlar muxbirimiz reportajida. Qashqadaryo viloyati bojxona boshqarmasining kontrabandaga qarshi kurash bo'limi xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining hamda viloyat davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda Qarshi shahrida dori vositalarining noqonuniy realizatsiyasiga qarshi kurashish yo'nalishida tezkor tadbir o'tkazildi. Xolislar ishtirokida xonadon kirganda ayvonida karobkalarga solingan dori vositasi mavjud. Tezkor tadbir davomida Qarshi shahrida yashovchi fuqarolardan birining xonadoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada fuqaroning yashash xonadoni va yerto'lasida tegishli sifat sertifikatiga ega bo'lmagan, shuningdek, yaroqlilik muddati ham o'tib ketgan dori vositalari noqonuniy ravishda saqlanayotganligi aniqlandi. Xususan, 185 dona qog'oz qutiga joylangan 73 turdagi jami 16600 quti umumiy qiymati 300 million so'mdan ortiq bo'lgan dori vositalari borligi ma'lum bo'ldi. Mazkur dori vositalari belgilangan tartibda hujjatlashtirilib, vaqtincha saqlovga olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tegishli protsessual hujjatlar rasmiylashtirilib, tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.